Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana navbatdagi navesimiz ustanovka qilib bo'ldik. Navesimiz Farg'ona viloyati Chimyon tumaniga olib kelib o'rnatdik. Navesimiz eniga keladigan bo'lsak 5 metr bo'ldi, uzunasi 20 metr bo'ldi. Общий kvadrat 100 kvadrat bo'ldi. Aka-ukalar, navesimizni qanday holatda bitganini sizlarga qisqacha ma'lumotini berib o'tamiz. Profillar 4 ga 2 bo'ldi, stoykalar 10 ga 10. Albatta burchak gullarini ham ishlab berdik. Sliflargacha qo'yib berdik. Navesimiz tom holatga o'tadigan bo'lsak, kraskalangan faner tashladik, uni ustiga falga tashlab turib, ustidan lis qo'ydik. 0.4 lis qadab berdik. Albatta juda ham chiroyli holatda chiqdi. Faner tashlab falga qo'yganimizning sababi shu issiq o'tkazmaslik, yomg'irda shovqinda o'tkazmaslik. Aka-ukalar, kimga shunday naves, temir darvoza, rishotka, perelalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Navesimiz kvadratini 350 ming so'mga tayyorlab berdik. Darvozani ham qo'yib berdik. Darvozani ham bir qisqacha ma'lumotini berib o'tamiz. Zubur zamoklarni qo'ydik, xudo xolasa. Juda ham chiroyli ishlab turibdi. Darvozamizni 1.2 lik lisdan Dubai fasoni nerjivenkalargacha qo'yib, tevasiga lazer lislar ishlab berdik. Kvadratni 750 ming so'mga tayyorlab berdik. Kimga shunday temir darvoza xizmati kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Taglarga shivillar qo'ydik. Yonlari 8 ga 8, 2 lik, 6 ga 4, 1.7 stenada tayyor bo'ldi. Общий summasi 9 millionga tayyor bo'ldi. Aka-ukalar, kimga shunday temir darvoza xizmati kerak bo'lsa, Toshkent vodiy bo'ylab shu naqd ichida dostavka, ustanovka naveslarimiz, darvozalarimiz ham Voha tomonlarga albatta qo'shiladi. Akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.